Voy qizim, yaxshi kelding, charchamayapsanmi? Ha, erga tekkandan beri itday ishlayapman, charchab ketdim. Yaxshi-da, obedgacha ayiqday uxlagandan ko'ra ishlagan. Sekinroq yegin qizim, cho'chqadek semirib ketasan. O'zim molda farosatim bor-da, ona. Qizim, pul ber. Qani ona? Ko'rkalamishmisan ana? Qani? Ana! Ko'rmayapman. Ana turibdi-ku, olib bermaysizmi? Bu qizingiz ko'rkalamishmas, ko'r chiqqan ona, qarang, ko'rinishi ham o'xshaydi. Ona? Ha? Ishaydi, pastel ishlatganingizdan ko'ra yangisini olib ishlatsangiz bo'lmaydimi? Ha, endi farosatimizga ot tepganda qizim. Ana idish deganingizda Nurafshon ko'chada bagema 002 borga singilcha, ashetta original bagemalar, servirovkalari shunaqa zo'r narxlarda sotadi. Narxlari tushirish bilan Instagramni portlatib tashagan. Xohlasanglar original, xohlasanglar birga bir bo'lgan bagema servirovkalari shunaqa zo'r narxda topsanglar bo'ladi. Sizlar hayvoncha gaplashasizlar-ku. Qaranglar, idish olaman deb kuchukday sarson bo'lib ko'chada yurmang. To'g'ri, Nurafshon ko'chadagi bagema 002 ga boring. Original bagemalari burdek g'ajib tashagan narxlarda berishyapti. Original desa, otday original, birga bir desa sherday sifat ekan. Bunaqa narxlari butun Toshkentni eshakday kezib ham topa olmaysiz ekan. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne ham ta'sir qilmadi, ona? Ha! Kuchukda ishlagan o'g'limni pulini yeyishni biladi xolos. Qo'yniga ilonday kirib olgan. O'zi bedanani tuxumini ham olib kelgan edi. Jajonga tegdingizda, buqa ipini uzmasa, bunaqa g'unajin nima edi? Ip qo'ydimi? O'xshamadimi? O'xshamadi tovuq miya. Shu hayvonot dunyosiga kira olmadim. Maktabda zaloga darsga kirmaganim shetda pand berdi. Issiz.